Assalomu alaykum va rahmatulloh. Do'stlar, hammalar yaxshimisizlar? Xudo xolasa bugun uyimizda telefonlarimizni sizlarga rasm video qilib qo'yib beramiz. Xudo xolasa kimga qaysi ma'qul kelsa xarid qilishinglar mumkin. iPhone 11 oq rangini so'rayotganlarga arzon narxda qilib beramiz. Orqasida singan joyi bor. Ekrani alishgan, original yaxshisi qo'yilgan. Face tonlari bor. Ishlash sifati yaxshi. 64 GB xotira 100 yo'mkisda telefonimizni 1.800.000 so'm qilib beramiz. 1.800.000 ga S11 telefonimiz ham bor, ko'ringlar. Kimga qaysi telefon ma'qul kelsa, xudo xolasa aloqaga chiqsanglar, dastavka ham qilib beraveramiz. Kelib ham olib ketaverasizlar. Barter ham bor, muddatiy to'lov ham bor hammasiga. S11 holati yaxshi. 8256 talik koreyskiy bitta sim kartalik telefonimiz. Xudo xolasa telefonimizni ham 1.800.000 qilib beramiz. Buni ham oxir 1.800.000 dan. Xo'p. Redmi 15 Pro Plus BG'miz bor. Holati zo'r, hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q, inshaalloh. Ishlatmaza qilasizlar, puliga arziydi telefonimiz. Xo'p, telefonimizni buni ham arzon qilib beramiz. Hozir aniq narxi esimga kelmayapti. Korobkasi bor, zaryadchi yo'qmi dekini shunaqa edi. Buni ham bir ko'rib beraman. Telefonlarimiz ham bor edi. Ularni ham chiqaraylik-da. S22 Plus. Buni ham arzon narx qilib beramiz, xudo xolasa. Hop, iPhone 13 Pro ham bor ekan. Hop, bu telefonimizni buni o'zi aslida 3,5 million, 3.600.000 deyapsiz, 3.400.000 so'm qilib beramiz oxiri. Ishlash sifati hamma yo'g'i zo'r, hamma yo'g'i yaxshi holatda. Ranglari ham chiroyli svet bo'ladi. 6,5 ming ampere batareyka telefonimizda. Ofitsialniy imeykalardan o'tgan holatda telefonimiz 8 operativka, 256 GB xotira, holat haqiqatda chiroyli ekan. Toshkentda ekanda korobkasini olib kelib berishadi, xudo xolasa. 3.400.000 so'mga bunisi. S22 Plus telefonimiz. Koreyskiy holati o'ta ideal, aybi nuqsoni yo'q. Ozgina tochkalari bor ekan. Kecha ham kanalga qo'ydik, adashmasam. Kanalga 3.200.000 so'm qo'ydikmikin? Shunaqa garochi. Yo'q, 3 million qancha ham qo'ydik. Kanal dedi, aniq narxi esimdan chiqib qoldi buni. 3.300.000, 3.400.000 shunaqa bo'lsa kerak. Buni ham ko'rib yana boshqatdan aytamiz, xudo xolasa narxini. iPhone 13 Pro bor, ikkita sim kartali so'rayotganlarga mana blue rangda. Holati o'rtacha. Abadoy kirishga hamma joyi yaxshi. Oldi aynaydi nomiga chiziqlari bor ekan. Shilinib qoladi, steklosiz yurganda. Xuddi shunaqa ekan. Qolgan hamma yo'g'i zo'r, o'zim ko'rib tekshirib oldim. Arzon narxda qilib beramiz. 128 xotira, region, ikkita sim kartali. Batareykalari ham moshni. 80mi, 90mi shunaqa, 91 yo'mkis ekan. 91 yo'mkisda ikkita sim kartalik telefonimizda Halim Smart do'konimizdan $420 deyapmiz. $410 xarid qilsanglar bo'laveradi. Naqd pul, muddatiy to'lov, barterga kelishaveramiz, xudo xolasa. Hop, 11 Pro Max telefonimiz bor, ko'ringlar. iPhone 11 Pro Max. Korobka dokument, original korobkalar o'ziniki, xudo xolasa. Ishlash sifati hamma yo'g'i zo'r. Chiqish qiyin ekanman. Holat o'ta tiniq, vakuum holatda, xudo xolasa. Abadoylarni ham ko'ringlar, shu zo'r ekan, puliga arziydi inshaalloh telefonimiz. iPhone 11 Pro Max. Bu ham mana shunaqa 91-92 yo'mkisda telefonimiz. 256 GB xotira, hech qanaqa shipkasi yo'q inshaalloh. iPhone 11 Pro Max, korobka dokument, 256 xotira, 92 yo'mkisda Halim Smart do'konimizdan telefonimizni $300 ga xarid qilishinglar mumkin. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Aloqaga chiqarasizlar. Oxiri 320 ga ham arziydi, 256 talik, 320-330 ga ham arziydi. Oxiri $300 qilib beramiz. Tavsiya qilaverasizlar, xudo xolasa. Hop, keyin telefonimiz, buni ham olib qo'yaylik. Pastga olib qo'yamiz. Samsung Galaxy Note 8 midikini shunaqa edi. 512 xotirali, yarim terabaytlik. Qaranglar. Korobka dokument, anaqa original zo'r chexollari, hamma yo'q ichida. Yevro ekan, ikkita sim kartali ekan. Shu tomonlari zo'r ekan. Imeykalar ofitsial Samsung Galaxy Note 9 ekan. Ikkita kamera deyapti. Dual bir bola deyapti. Короче, 4000 amper batareyka. Stereo dinamika holatni ko'ringlar. Haqiqatda o'zim ham ishqiboz bo'lib oldim. Haqiqatda
tiniq ekan, o'ta tiniq ekan. Bu saqlaganmi displeyni telefonni ko'rib turib. 512 xotira, yarim terabayt ekan. Ekranlari o'ta tez ishlayapti. Tiniq. Maza qilib ishlataman deganlarga arzon narx beramiz. 8 operatka 512 GB xotira, yevro, ikkita sim kartali, ikkalasi ham. Yo'q, koreyskiy ekan, uzr. Men bor uzr, koreyskiy ekan, yevro emas. Bitta sim kartali ofitsialniy megadan o'tgan edi aytgancha. Mana korobkasi ham o'ziniki, 512 xotira, imekalar to'g'ri kelar, korobka o'ziniki radnoy. Zo'r holatda telefonimiz, hech qanaqa aybi nuqsoni, ishlashi zo'r. 1.700.000 so'm qilib beramiz telefonimizni. Qiziqqanlar aloqaga chiqaverasizlar. Yarim terabayt telefonimiz 1.700.000 so'm. Juda zo'r narx. Korobka dokument, koreyskiy. Ishlash sifati hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Keyingi telefonlarimiz yangi pachka. Tecno Sparkimiz 1.700.000 deyapmiz, 1.600.000 qilib beramiz yangi pachkasini. Samsung Galaxy A17larimiz bor, ko'ringlar. 8256 taligi 260 dollar deyapmiz, 250 dollar qilib beramiz. Bunisi ham A215 dollar ekan. Samsung Galaxy A17 6 ga 128 talik 210 ga qilib beramiz bunisi. Bunisi ham Tecno Spark. Bu 64 xotiraligi, 464 taligi 1.600.000 deyapmiz, 1.500.000 qilib beramiz buni ham. Hop, 64 taligi 1.5 million so'm. 128 taliklari 1.600.000 dan qilib beramiz. Trend degan telefonimiz bor. Meta A17si, ishlash sifati hamma yo'g'i zo'r. 1.5 million so'mga vashi kap ekan narxi. Yo 1.550.000 ga ekan adashmasam, 128 xotiraligi bunisi. 1.550.000 ga kelishamiz, xudo xolasa. Hop, iPhone 11imiz bor, korobka dokument zo'r holatda egasi, 100 yomkisi 64 talik 2.600.000 deyapmiz, 2.5 million so'm qilib beramiz. Korobka dokumentlari bilan zo'r holatda inshaalloh. Samsung Galaxy S9imiz bor. Buni ekranlari jichcha monaqa dog'i bor, muammosi bor, keyin ozgina fonlari bor, sariq dog'lari. Shuning uchun arzon 600.000 so'mga qilib beramiz. Do'stlar, 600.000 so'mga Samsung Galaxy S9 6 operatka 64 GB xotira, mana shu qora dog'i borligi uchun, ekranda foni borligi uchun arzon, lekin sim karta solib bemalol ishlatsa bo'laverar ekan, puliga arziydi xudo xolasa. Infinix telefonimiz bor. Batareykasi moshni, buni 6.5-7.000 ampere bo'ladi. Aynadicha singan joyi bor. 300.000 so'm qilib beramiz buni. 300.000 so'mga arziydigan telefon. Hop, Samsung Galaxy Note 8imiz bor endi. 6 ga 64 talik 1.300.000 deyapmiz, 1.200 qilib beramiz 100 dollarga. 100 dollarga inshaalloh arziydi. Ochilib yopiladigan telefonimiz ham bor, rabochiy. 100.000 so'mga bu ham. Arzon narxda xudo xolasa. Bularni bu yoqqa olib qo'yaylik-da. Keyingi telefonimiz Surxondaryoga sotilibdi, Sariosiyoga. Akamizga bugun chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Samsung A16 bor, bezimeka holatda 700.000 so'm qilib beramiz, ko'ring. Ishlash sifati hamma yo'g'i yaxshi, faqat bezimeka xolos. Shuning uchun arzon, qolgan hamma yo'g'i yaxshi. iPhone 14 Pro bor, 77 yomkisda, vakuum holatda, o'ta ideal, 128 korobka dokument, 450 dollarga. O'ta ideal holatda. 450 dollarga iPhone 14 Pro telefonimiz. 14 Pro Max ham bor mana. Yangi pachkadagi desa ham bo'laveradi. Korobka dokumentlar bilan purple rangda 256 GB xotira. Ozgina ishlangan joylari bor aynayda. Steklosiz ishlatishgan ekan. Lekin 256 GB xotira, char region, ikkita sim karta. Ikkalasi ham ofitsialniy megadan o'tgan, korobka dokument bor. 256 86 yomkisda 550 ga. 450 dollarga 550 dollar qilib beramiz. Bezimeka SE telefonimiz bor. 700.000 so'm qilib beramiz. Sim karta o'qimaydi, qolgan hamma yo'g'i yaxshi, buni ham ishlaydi. Muammosi yo'q, xudo xolasa. iPhone XSimiz bor, ko'ringlar. 1.5 million deyapmiz, 1.400.000 ga qilib beramiz. 64 GB xotira, 100 yomkisda. iPhone X telefonimiz bor, 1.200 ga 76 yomkisda. 70 yomkisda 64 talik ekran alishgan, yaxshi qo'yilgan, ishlayveradi xudo xolasa. Lekin puliga, holatiga qarab puli. 1.700.000 so'm deyapmiz, 1.600.000 ga qilib beramiz. iPhone XR Face Tour toni bor, hamma yo'g'i yaxshi. Ozgina ishlangan joylari bor, holat sal mindirolish uchun narxi arzon, 90 yomkisda, ammo batareykalari baland ekan. 64 GB xotira, 1.600.000 so'mga iPhone X puliga kerak bo'lsa tavsiya qilaman, olinglar. 300.000 ga telefon kerak ekanlarga marhamat. 400 sotyapmiz, Redmi 9 300 qilib beramiz oxiri.
Bu ham arzon, puliga arziydi. iPhone 11 oq rangini so'rayotganlarga marhamat. 77 yo'mkisi 64 talik radmiy holatda ozgina silingan joylari borligi uchun arzon. 2200 qilib beramiz oxir obunachilarimizga. Hop, keyingi telefonimiz. Bu 112 berib yuborish kerak. Redmi 9a yana bitta bor ekan. Bu ham 400 ming so'm deyapmiz. 300 ga qilib beramiz buni. 300 ming so'm. Yo'q, bunisi yaxshiroq lekin. Короче, shunaqa 300 ming so'm atrofida, xudo xolasa kelishtirib qilib beramiz. iPhone X'imiz bor. Bitta singan joyi bor xolos. 464 talik face turtonlari bor. Hamma yo'g'i zo'r, xudo xolasa. Ishlash sifati hamma yo'g'i yaxshi. 1,5 million so'm qilib beramiz. Sal yaxshiroq iPhone X'imiz. iPhone XR'imiz bor. Korpusda. iPhone XR korpusda ko'ringlar. Buni ham hamma yo'g'i yaxshi. Bu telefonimizni 1 million 800 ming so'mga ham sotuvdik adashmasam. 1 million 800 ming so'm iPhone ishlatilmoqda qaytib berdi. Tavsiya qilamiz 1 million 800 ga iPhone XR. Face turtoni bor 64 xotira 100 yo'mkisda. 1 million 800 ming so'm. Hop, Redmi 9C telefonimiz bor. 464 talik 600 ming deyapmiz. 500 qilib beramiz, ammo zo'r ishlayapti. Hech qanaqa bir qatish-patishlari bo'lgani yo'q. Puliga arziydigan telefonimiz. iPhone XS Max 256 xotira 76 yo'mkisda 2200 deyapmiz. Oxiri 2 million so'm qilib beramiz. Hamma yo'g'i radnoy, face turtoni bor. Vakuum holatda eng qizig'i. S10'imiz bor, Samsung Galaxy S10. 8 ga 128 ta aynan yashiringan joylari bor. Shuning uchun 1 million so'm qilib beramiz. 1 million 100 deyapmiz, 1 million qilib beramiz. iPhone 11 Pro 100 yo'mkisi 64 talik 220 dollarga qilib beramiz, ko'ringlar. Вообще zo'r holat 11 Pro ni. Ishlashi sifati hamma yo'g'i zo'r, puliga arziydi. iPhone 13 Pro bor mana. iPhone 13 Pro 77 yo'mkisi 128 talik 410 deyapmiz, 390 qilib beramiz oxiri. 390 dollarga. Xudo xolasa zo'r narx. iPhone XR 83 yo'mkisda 64 talik 1 million 800 ming so'mga qilib beramiz. Face turton radmiy holatda, xudo xolasa bu telefonimizni. iPhone XR bor yana bitta ko'ringlar 78 yo'mkisda 128 xotira. Xotirasi baland bo'lsin deyotganlarga face turton 1 million 800 qilib beramiz buni. iPhone XR 79 yo'mkisda 128 talik, buni ham 1 million 800 qilib beramiz. Buni ham ishlashi sifati hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa puliga arziydigan yaxshi telefonlarimiz. S22 BG bor, koreyskiy 8256 talik yaxshi holatda. 240 deyapmiz, 230 dollarga qilib beramiz. 230 dollar, 800 dollar, 2 million 600 ming so'm, 30 dollar 360 ming so'm. 2 million 960 ming bo'ladimi? 2 million 960 ming so'm bo'ladi. Kelishadigan joy bo'lsa 2 million 900 qilib beramiz borlar. Endi yevrosi bor ofitsialniy ikkita sim kartali S22 BG o'ta ideal holatda. Plus bilan desam bo'lar 8256 talik 3 million 300 deyapmiz, 3 million 200 qilib beramiz buni. Bu ham full deng mana xolos zo'r короче. Endi S22 BG oq ranglisi ham bor. Ixcham zo'r telefon. Buni ota-onamizga, oila a'zolariga, yaqinlariga sovg'asiga ham zo'r telefon. 2 million 700 ming so'mga qilib beramiz ekan bunisini. 8256 talik ozgina shilingan joylari bor. Qolgan hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa ishlashi sifati zo'r. 2 million 800 deyapsiz, 2 million 700 qilib beramiz. iPhone 11 Pro Max'imiz bor, ko'ringlar. 76 yo'mkisda 64 talik ozgina bitta uchgan joyi borligi uchun arzon 2 million 700 ming so'm qilib beramiz. Bu ham arzon narx, puliga arziydi, xudo xolasa. iPhone Redmi 17 so'rayotganlarga marhamat. Mi 17 telefonimiz. Dizaynlar boshqacha chiqibdi. 50 megapiksel kamera, ishlash sifat qalinligini ko'ringlar, qalin, og'ir telefon ekan. Moshni ishlash sifat hamma yo'g'i yaxshi, xudo xolasa. Yangi chiqqan telefon Mi 17 ni olaman deyotganlarga tavsiya qilaverasiz. Ozgina ishlangani bor. 256 GB xotira, 4 GB operativ bo'ladi. 4 ga 256 taligi, batareyalar ham moshni. Bu 3-4 kun ishlayapti. Xolos ozgina pulga zo'roq qilib ham sotib ketdik-miz. Telefonimizni arzon qilib beramiz, xudo xolasa xalingiz bor do'konimizdan. O'zi 2 million so'm deyapmiz, 1 million 900 ming so'mga xarid qilsanglar bo'laveradi. Следующий telefonimiz iPhone 11, holati yaxshi, 80 yo'mkisda 64 talik face turtonlari bor, 2 million 400 ming so'mga 200 dollarga qilib beramiz. Oxiri 2 million 300, 190 atrofida bo'ladi.
dollarda. Samsung A54 BG'miz bor. Root o'tgan imekasi 1.700.000 so'mga 8.256 taligi. Hamma yo'q zo'r ishlayveradi, lekin muammosi yo'q, xudo xohlasa. Problem, no problem. Samsung Galaxy S20 FE'miz bor. Ko'ringlar, ixcham telefon 6.128 talik 1.700.000 so'mga ikkita sim kartalik. Imekalari ofitsialniy o'tgan. Ularni ichidan suribamiz shekilli. Infinix firmasining telefoni bor. Infinix Note 40 Pro'si holati zo'r holatda plyonkalar bilan o'ralgan 12.256 taligi 1.800.000 so'm qilib beramiz. Oxirgi narx, korobka dokumentlari bor. Ularga arziydigan narx. Infinix GT30 Pro игровой telefonlardan ishlash sifati hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa 3 million so'mga qilib beramiz. Adashmasam bunisini 3 million 3.200.000 so'm atrofida bor. Bunisi 2.700.000 2.600.000 qilib beramiz. Hozirgina mana shu yerda abadoylarcha chizilib qo'ygan, shilinib qo'ygan joyi bor, xolos. Korobka dokumenti bo'lishi kerak. Ikkalasini ham bunisi 3.200.000 ekan. 3.200.000 ga 2.600.000 so'm qilib beramiz ular. Ular ham arzon narx, xudo xohlasa. Samsung Galaxy A25 BG'larimiz holati zo'rlari 6.128 talla 1.800.000 so'm. Keyingi telefonimiz Infinix Note 50 Pro zo'r holatdagisi, aybi nuqsoni yo'q. 2 million so'm qilib beramiz oxiri. 2 million so'm. Holati bunda ozgina chaqachuqasi bor ekan. Holati ideali bor. Mana bu 2 million 300 deyapsiz, 2 million 200 qilib beramiz. Buni korobkasi yo'q aytgancha 2 million so'm, buni korobkasi bor 2 million 200.000 so'm. Holati bu bronza tanavroq, qora endi o'rtacha. Ozgina shilingan joylari bor. Hop, Redmi Note 15imiz 8.128 talik korobka dokumentlari bilan zo'r holatda, hech qancha ishlamagan 2 million 100.000 so'm qilib beramiz oxiri. Bu ham arzon narx. Samsung Galaxy A57 BG'miz bor, ozgina chaqachuqalari bor. Qolgan hamma yo'q, 8.128 talik telefonimizni 3 million so'm qilib beramiz oxiri. Keyingi telefonimiz Xiaomi 11 ta 1.800.000 deyapmiz. Xiaomi 11 ta BG'si 1.700.000 so'm qilib beramiz. Ishlash sifati hamma yo'q yaxshi, xudo xohlasa. Nastroykadan hozir ko'ramiz holatlarini. Necha xotira, necha yo'nqishligini. 256 GB xotira telefonimizda. 8 GB operatika, 8256 talik 1.800.000 ga. 1.800.000 qilib beramiz. Infinix Spark 40 Pro Plus'i bor. 8.256 talik 2 million 100 deyapsiz, 2 million so'm qilib beramiz oxiri. Hop, yana telefonlarimizdan Redmi Note 15 Pro'si 8.256 talik 3 million so'mga korobka dokument zo'r holatdagi, xudo xohlasa. Honor bor, Honor X9C Smart'da holati yaxshi, aybi nuqson shu korobkalari yo'qligi, qolgan hamma yo'q yaxshi. Ozgina chaqachuqalari bor, lekin 1 million 800 qilib beramiz. Har tomonlama yaxshi telefon. Spark 30 Pro telefonimiz keyingisi, ko'ringlar. 8.256 talik korobka dokumentlari bilan 1.5 million so'm qilib beramiz. Stereo dinamika, batarekalari moshini, operatika hamma yo'q zo'r. 1.5 million so'mga inshaalloh arziydi. Tavsiya qilaverasizlar, xudo xohlasa. Redmi Note 15 telefonimiz 6.128 talik 2 million so'mga korobka dokumentlari bilan. Bunisi ham shunaqa 6.128 2 million so'm qilib beramiz. Redmi 15larimiz bor, 7000 ampere batarekalari 1 million 800 deyapmiz, 1 million 700 dan qilib beramiz oxiri. Redmi 15larimiz 1 million 700.000 so'mdan qilib beramiz. Hop, Samsung Galaxy S20 Plus telefonimiz. Bu yevro, ikkita sim kartaligi, ikkita qilingan, ikkitaligi degani 8.128 taligi 1 million 800.000 so'm. S20 Plus 1 million 800 ga zo'r narx. Kamerasi ham, ishlashi ham, tezligi ham, o'yinga ham zo'r telefon. Puliga arziydi, xudo xohlasa. Redmi 15 qora rangdagisi ham bor, zo'r holatlari, hech qanaqa muammosi, aybi yo'q, xudo xohlasa. Puliga arziydi, arzon narx qilib beramiz. 8.256 1 million 800 deyapmiz, 1 million 700.000 so'm qilib beramiz bunisini. Jonlar uchun planshetimiz ham bor, mana 500.000 so'mdan qilib beramiz. O'g'il bola, qiz bola ranglari bor. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. Ishlash sifati hamma yo'q zo'r, xudo xohlasa. Endi planshetimizning kattasi ham bor, ko'ringlar. Redmi Pad C2 Pro'si, korobka dokument, zaryadchi, kuller hamma yo'g'i bilan full komplekt bor. Yangidek BG podeshka qiladi, ishlash sifati zo'r. To'rt tomonda ham kolonkalari bor, zo'r ishlab beradi.
Puliga arziydi xudo xolasa Halim Smart do'konimizdan 3 million so'mga xarid qilishinglar mumkin. iPad'imiz ham bor. Ko'ringlar anaqa chexollari bilan. iPad ham zo'r holatda ekan. iPad 5-pokoleniyasi, iPad mini 5 degani. 216. Bu ham zo'r holatda. Bu bir hafta ham ishlamagan, Alloh alam. Shunaqa bir hafta ishlamagan 64 xotra 100 yomkisda ishlash sifati zo'r, korobka dokumentlari bor. 2 million so'm qilib beramiz oxiri. Yangidek bir hafta ishlamagan. Yangi telefonlarimizdan Infinix Hot 70imiz 1 yil series garantiya 6000 ampere batareyka bo'ladi. 128 GB xotira telefonimizda 8 GB bo'ladi 4+4. Telefonimizda $190 deyapmiz, 180 ga qilib beramiz oxiri. 6000 ampere batareykasi moshni bo'lsin Infinix firmasini deganlarga Hot 70 tavsiya qilaverasizlar. $180. 2 million 200 ming so'm atrofida chiqadi. Ammo zo'r, puliga arziydi. $180 ga bor. Infinix Honor X6C telefonimiz, yangi salafan pachka, 6 operativka, 128 xotiraligi, $180 ga. $215 ga bor Redmi Note 15imiz, 6 ga 128 taligi, 210 ga qilib beramiz bunisini. $380 ga Honor X9D bejimiz bor. Muddati to'lovga chiqqan, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. 1 yil garantiya, 8 ga 256 taligi. X9D BG'si. X9D BG rabochiy ozgina ishlanganlarni $300 dan qilib beryapmiz. $280 ga Redmi Note 15 Pro telefonimiz bor. Ko'ringlar. O'zi aslida $300 dan oshiq, 310-320 sotilyapti. Bu ham muddati to'lovga chiqqan, lekin yangi salafan pachka, o'zimiz garantiyasini qilib beramiz 1 yilgacha. Qulflanib qolmaydi, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Mobil qulflanib qolsa ham ochtirib beramiz. 8 ga 256 taligi, $280 deyapsiz, $270 ga qilib beramiz. Zato $50 arzoniga. Honor X9D hech qanaqa muammosi yo'q. $415 deyapsiz, 410 ga qilib beramiz. 8 ga 256 GB unisi ham. Honor X6C qo'ldan kelib qolgani bor, $180 deyapmiz. 170 ga qilib beramiz buni ham. Xo'p, yana qaysi? Mana shu qo'ldan kelib qolgani aytgancha. Yangi ochilgan, ishlanmagan telefon 6 ga 128 tal 1 million 800 qilib beramiz. Vashi kapik. Bu ham mana shu muddati to'lovga chiqqan. Qulflanmaydi, qulflanib qolsa ham garantiyalarni qilib beramiz, xudo xolasa. Trend Premium 100 bor. Bu 8 operativ bo'ladi bittada. 8 ga 128 talik ishlash sifati hamma yo'q zo'r. Ko'ringlar, iPhone 7 Pro Max o'xshatib chiqarishgan. 1 million 700 ming so'm qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor. 6000 ampere batareyka, 8 ga 128 talik puliga arziydigan zo'r telefon. Redmi A7 Pro telefonimiz bor. Bu ham 6000 ampere bo'ladi, 4 ga 128 talik, $140 qilib beramiz telefonimizni. Xo'p, Honor telefonimiz bor, T10, ishlash sifati hamma yo'g'i yaxshi, puliga arziydi. Xudo xolasa 1,5 million so'm qilib beramiz yangi telefonda. Honor X5D'si bor, plusi, bu ham hamma yo'g'i moshina chiqib qo'ydi. 5260 ampere batareyka, 4 ga 128 talik, $170 qilib beramiz. Samsung AMOLED telefonimiz bor, muddati to'lovga chiqqan, ancha arzon qilib beramiz. 1 million 700 ming so'mga 6 ga 128 talik, yangi pachkasi, 6 operativkaligi, 1 million 700 ming so'mga. Undan keyin A57 BG telefonimiz bor, bu ham muddati to'lovga chiqqan, pulini ancha arzon qilib beramiz. $450 mikin, shuni atrofida sotilyapti, 460-450 atrofida sotilyapti. Telefonimizni $390 ga qilib beramiz. Ko'ringlar, 8256 talik A57 BG yangi pachkasi. Buguncha hozircha shu do'stlar, qo'ldan kelgancha video qilib berdik. Endi do'konimiz hozir tepadan pastga birinchi etajga tushyapti. 1-2 kun ichida xudo xolasa bitib qoladi. Keyingi videolarda inshaalloh do'konda qilib beramiz. Endi hammaga ham telefon kerak hozirgi zamonda. Kimgadir qanaqa telefon ma'qul kelgan bo'lsa, olinglar, o'zimizga, oila a'zolariga olib beringlar. Garantiyalarni qilib beramiz. O'zbekiston bo'ylab dastavka bor, naqd pul, muddati to'lov, barteriga kelishaveramiz. Kimga yoqqan bo'lsa video albatta like bosib qo'yinglar, vaqtidagi rozi bo'linglar. Qanaqa telefon kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar videoda. Srochni yaqinlariga yuborib qo'yinglar, sizlar sababli o'zlariga kerakli, ishonchli, yaxshi telefonlarni xarid qilishlari mumkin. Hammaga xayr, salomat bo'linglar.